alohida mavzuda. Shu darajada qadrsiz bo'lib qoldiki, kecha chiqqan kosmetologga borib yotyapti. Halima o'ldi. Kim aybi bilan o'ldi? Nima deb o'ylaysiz? Gigiyena yo'q kasallarning o'zida. Ha, eslaysiz, hamma ikki qat ekan deb, anaqa qilib, bo'yda bor ekan deb. Negativli bo'lib qolmasligi uchun o'zini kontrol juda katta stressda ishlaysiz lekin. Yo'q, Instagram yo'q menda. O'sha Ozodani o'sha yerda yo'q ekan o'sha maydon. O'sha Ozodada ayb yo'q deb bilaman. Men o'zim avariya bo'lganman-da 3-4 marta. O'limdan qolganman. Lekin men ashinchidan davlatga ham ishga kirmayapmanki, ashaqa gapim bilan sasib qo'yib, anaqa qilmayman-da, nima deydi? Endi hozir ochig'ini aytdim, davlatga, xalqimga xizmat qilaman. Endi mumkin boshqa odam qilishi mumkin, men hech tanish bilish orttirmadim. Hech kattalar bilan o'tirib turganimni birov bilmaydi. Karimov qizil ruchka bilan qo'l qo'ygan ekan. Hamma ko'k ruchka qo'l qo'ygan ekan, menga qizil ruchka bilan qo'yilgan ekan. Mirziyoyev davrida yashayapmiz. Ishoninglar. Oldin ezilardi odam. Qilishim kerak. Mana bunga ham ro'mol deb pashg'oranyapti, ro'molga ham loyiq bo'lish kerak. Xafa bo'lib do'msayib qolaman. Men qo'shiqchilarni eshitmayman, men Qur'on eshitaman. Lekin san'atkorlarda hadis tegmaylar. Hech narsani isbot qilish niyatim yo'q. Yulduzni gapirsam, Yulduz menga javob bersa, men populyarni bo'laman dedi-da. Bu blogerlikka kirmaydi. Konsert paytida men kilo oldim. Haligi er o'rnida ko'rmaydi. Uvol qilib isrof qilganini ham ko'ryapman-da. Yashatganingni yashamay qo'ymaysan dedi. Bu borga. Сколько мне осталось? Я больше половины жизни прожила. Qolgani bonus. Shaxsga munosabatim 0, 0. Чисто по ситуации o'sha Ozodada ayb yo'q deb bilaman. Haqiqatni betiga qaranglar. Qiz nogiron bo'lib qoldi, u farzand ko'rmaydi ertaga. Bir yoqda eshitib, ikkinchi yoqda eshitmasdan men ham yurist bo'lganim uchun aytyapman. Men ham yuristman. Karimov qizil ruchka bilan qo'l qo'ygan ekan. Hamma ko'k ruchka qo'l qo'ygan ekan, menga qizil ruchka bilan qo'yilgan ekan. Men uyimdagi bolalarimga ham aytganman, mana men Men agar menga biron narsa bo'lsa, uylantirib qo'yasanlar hammang. Navoiyni shu ozera yonida ikkita yaxshi joy ochilganda, bitta qo'shiq premyeralaringizni bittasini o'sha yerda ham qilsak degan edim. Nasib xudo xolasa.